2026-yil bizdan ichki uyg'onish va ongli ravishda harakat talab qiladi. Niyat qanchalik toza bo'lmasin, agar u qadam bilan mustahkamlanmasa, u niyatligicha qoladi. 2026-yil birinchi dastur energiyasini ochadi. Ya'ni bu yangilanish, boshlanish davri hisoblanadi. Yil boshida ekilgan har bir fikr, har bir tanlov bu nihol bo'ladi. Unga berilgan e'tibor, intizom va davomiylik esa vaqt o'tib mevaga aylanadi. Ya'ni bu yil 9 yillik siklning boshlanishi. Ya'ni hozir qilingan harakatlar faqat bugun uchun emas, balki 9 yil davomida hayotingizga ta'sir ko'rsatar ekan. Harakatsizlik bu vaqt mobaynida energiyani to'xtatib qo'yadi. Ayniqsa kutish holatida bo'lish berilayotgan, kelish kerak bo'lgan imkoniyatlarni yopib qo'yar ekan. Ongli qadam va doimiy harakat aynan vaqt oqimini siz tomonga buradi.